Ustoz programning vaqti to'shib o'tib ketdi, ammo lekin oxirida eng muhim savolim bor. Bu qisqa bir javob olsam, biz davlat qursak qanday davlat quramiz degan bir savol. Nimishqa hozirgacha emasam, shuncha valla yillardan buyon faoliyat qilyapmiz, mustaqillik da'vosi qilayotgan tashkilotlarimiz dunyoga aniq bir shaklda yo'l xaritasi, nishon buni sunamadi hozirgacha. Faqat kishilik huquq, inson haqlari u bu degandan halqib ketanmay, xuddi u narsaga erishsak, biz mustaqillikni tashlab, men hozir jamiyani echbadi, men shu yashasammi, Xitoyni ostida yashasammi bo'ldi degandek, xuddi uni eg'izdi demisimi? Shu xuddi u narsalar hal bo'lsa, shunga tugaydigandek. Dunyoga nima uchun sunamadi hozirgacha? Bu hakikaten adamın içindirdiğin ahval. Konumuz bir aram buldu. Ama biz yüzümüzü bir tutup bilip soğukkanlık bilen oylasak yana. Bizning meselemiz bu addi siyasi meselemiz. Nayt murakkab mesele bizninki. Bizninki siyasi ahvalimiz pek murakkab. Hiç qandaq devletning siyasiyatiga o'xshamaydi. Falastinlikka o'xshamaydi. Falastinlik qanday bo'lmasin, uningki siyosiy maydonini biladigan davlatlar bor. Qo'llaydigan davlatlar bor. Uning uchun so'zlaydigan odamlar bor. Masalan, tashkilotlar bor. Bizga nisbatan bunun hech qaysi yo'q deyarlik. Hech yo'q asosi. O yilda bir qatimliq kichkina bir kishilik huquq nimasiga 1 minutlik yoki 2 minutlik nimaga bir so'z berish, yoki o'zimizmi baranmay boshqa odamlarga pul berib, advokatlarni shayalak apirib ochlar bir so'z berish, yoki bir material sunishdan boshqa uning ortiq ish qilinmaydi. Nima uchun deganda, biz buning bir necha omillar bor. Buni nihoyat yaxshi tushunishimiz kerak. Birinchisi bizning siyosiy jihatdagi bizning ojizligimiz. Siyosiy degan vaqtda o'zimizning siyosiy tushunchasi, tunishi, siyosiy yo'llarimizning yetishishi bilan birga bizning siyosiy yo'limizni boshqalarga qanday yetkazish, boshqalarga qanday qanoatlantirish, bizning siyosiy huquqimizningki rosa yolg'onligiga ilib borayotgan faoliyatlarimizda kamchilikning jiqligi bor. Askariy jihatda biz yo'q deyarlik. Yo'q desak bo'ladi, ammo yaqinqi ko'nglimizga qo'sh qiladigan ahvol albatta bu inshaalloh bir yaxshi bir boshlash, inshaalloh buning davomini yaxshi bo'lishini Allohdan so'raymiz. Ammo bu kimning qo'li bilan qayoqqa bo'ladi, yine uqmaymiz. Demak, o'zimizniki mustaqil bir nimasizniki bo'lishi bu ayrim masala ine. Bu yerda o'rnidan biz yine yo'q. Iqtisodiy nima desak, iqtisodimiz nol biz, nol. Coğrafi o'rnimiz desak, biz dunyoning hammaga chechilib ketdik. Bu o'rnimiz, coğrafi o'rnimiz, bu ishni elib boradigan yo'limiz, bir coğrafiylik o'rnimizning bir yetarlik bir yeri yo'q. Hech qanday yerimiz xotirjam emas. En xotirjamroq yer Turkiya esa shu yerda bunday qiyinchiliklarimiz bor. İqamet meseleleri var, iqtisod meselesi var, pul meselesi var, hizmet meselesi var. Nurg'un masala demak o'zimizningki bir kishilik qiyinchiligimizni halqib biz ma ish uchun alayda bir qurbon beradigan holatdagi bir nimamiz yo'q bizning. Uningdan o'tamaya qaraydigan bo'lsak, dushmanimizningki bu hozirgi vaqtda bularningki yo'g'inib ketishi. Iqtisodiy, siyosiy, diplomasiya maydonida bo'lsin, askariy jihatda bo'lsin. Hozir o'zini dunyoning hujjatlar o'liman deydigan Amerika bilan sanksiya qo'shtiradigan bir holatga ketayotgan nimasi va shundaqla hozirgi shu taraqqiyotning hammasida asosli kuchi shularning qo'li bilan aylanayotgan bo'lg'achqa bizning qilayotgan ishlarimizninki yepidan yengilgacha hammasi ularning qo'lida aydin. Hatto o'zimizning atrofidagi ichimizdagi shpiyonlarga bizga qarshi harakat qilayotganlarga biz hech qilmaydigan darajada. Ammo ular ta'minlab hamma jihatda yetarlikni qildirib elib ketyapti. Demak biz bir reallikni qarashib o'tirdik, biz duch kelayotgan reallikqa bir nima tahdidga qarashimiz kerak. Bizning bunga qarata olib borayotgan harakatlarimizda, ishlarimizda qanchalik unumi bo'la oladi bunday ahvolda. Bizdagi eng chong unum bizdagi nima esa umid. Allohga bo'lgan ishonchimiz. Shulan va bizning qo'limizda eng kuchli biz keynimizga yenib ketmaydigan, ojizlab qolmaydigan, umidsiz ketmaydigan biz shu Allohga bo'lgan ishonchimiz, umidimiz shulan va boshqa jihatdagi va amaliy dunyoning siyosiy maydonida bo'layotgan, hozirgi vaziyatda bo'layotgan ishlarga ko'ra bizda hech qanday narsa yo'q. Ammo mo'jiza xarakterli bir ishning yo'q yerdan paydo bo'lishi Alloh qasir, Alloh xolis qiladi. Lekin biz dunyoda sabab bilan yashaymiz. Sabablarga qaraydigan vaqtda bizda unday bir narsa yo'q. Ammo yana bir tarafdan bizni bir qo'llaydigan, haqiqiy ma'noda qo'llaydigan davlatlar yo'q. Siyosiy maydonda dunyoda o'tadigan davlatlar. O kichik bir davlatning undaq bir imzo qo'yib qo'yishi va bularga zulm bilan qo'llash emas bu. Undaq bir davlat bizda yo'q. Hattoki kishilik huquqni qo'g'daydigan dunyoning xo'ja biz hammaga ega bo'lamiz, bizni nima qilmaymiz, masalan BDT deymiz, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti. Bizning haqqimizda ish qilib bergan hech yo'q. Qo'shib kelsa voy bularga bir tajovuzlik, bularga zulm uchrayotdi deb qo'yibdi. Ammo talab qildigan nima? Bularning hurligini beringlar, shunchiliklar. Buni pisand qilmaydi dushmanimiz. Undan keyin bizniki coğrafiyalik o'rnimiz, hozirgi vatanimizniki, atrofimizdagi davlatlarning, qo'shni davlatlarimizning bizga qilayotgan muomillari. Bizning siyosiy jihatdan ham bilan oyirlik qilishimiz.
Hamma jihatdan. Hatto o'zimizningki qon qarindoshlari tarafidan bo'lsa-mu tashlanib ketdik. Din qarindoshlarimiz tarafidan tashlanib ketdik. Atrofdagi davlatlarimizning hammasi bizni qo'rshab turgan davlatlarning hammasi Xitoyning siyosatini qo'llaydigan davlatlar bo'lib ketdi. Bundaq bir shaklda biz qandaq bir xarita siza olamiz. Xarita faqat sizib qo'yib nazariy va nasib qo'ygan emas. Buning uchun biz shu xaritani to'g'risida biz davlatimizda qandaq quraymiz deydigan yerga bag'ocha bizning oldimizda bosgan nurg'un bosqichimiz bor. O'sha hozirgi oldimizdagi bizniki shu to'salg'ular bor. Ashuni bir-birlab shu toshlarni biz yiqitib, yo'limizni tozalab, dag'dam qilib, menishga to'g'ri keladi. Bu uzun yo'l, uzun jarayon, ammo biz to'g'ri bo'lsak, to'g'ri bir qadam olsak, Alloh bizga qarata ikki qadam oladi. Chunki Allohning va'dasi bor. Benden men tarafga to'g'ri bir qadamni olsa, Alloh ikki qadam oladi. Menib kelsa, yugurib bormaydi. Demak, men uning deganini qilib berma deydi. Ammo biz demak bu yerda eng muhim bo'lgan Allohga haqiqiy qul bo'lish. O'zimizni musulmon deymiz. Ammo qani bizning musulmonlarligimiz. O'zaro bir-birimizga bo'lgan muomalamizga qani. Biz masalan bir nimamizda masalan darsimizda imizda shukr qilaylik. Bir-birimizga qilgan yaxshilikqa to'g'ri shukr qilib 99 yaxshilikni ko'rib, birisidan bir qatim bir yomonlikni ko'rgan bo'lsak, 99'ni unutib, yomonlikdan olib chiqib, uningga masalan hujum qilamiz. Yomonlikni ko'rsatamiz. Amaliyotda bizning dinimiz aksishdi. Bir odamning 99 yomonlikni bo'lsa-mu, insoniy yuzda qilib qolgan bo'lsa, bir yaxshiligi bo'lsa, shu yaxshiligini maydonga chiqib turib, uning bilan bo'lgan shu orqali muomalamizni, qarindoshligimizni taraqqiy qildirish, shu orqali o'zimizniki fikrini birlashtirish, bu yo'llarimizni bir yerga ekilish, iborat bo'lish kerak edi. Hammamiz o'zimizning yo'lidan to'g'ri yo'l, boshqalarning yo'lini ko'zga ilmaymiz, to'g'ri qilinmaydi deymiz. Tanqidning hammani o'zimizga qilamiz, hujumning hammani o'zimizga qilamiz. Bunda ahvolda bizningki siyosiy yo'limizga o'zimizningki mustaqillik xaritamizning yo'lini sizish bu reallikda mumkin bo'lmaydigan ish deb qarsak o'dasi. Biz shunga buni o'zimizdan o'ngshab mangan vaqtimizda tadrijiy jihatning ruhini tushungan vaqtimizda, tariximizni astoydil o'rgangan vaqtimizda, undan keyin hozirgi bizning bu shu davrda hozirgi vaziyatimizdagi dunyo siyosatini to'g'ri tushunib, o'zimizningki maydonini, e'tiqodimizni yo'qotmagan asosda, setilib ketmagan asosda biz o'zimizning siyosiy yo'llarini to'g'ri tutmoqchimiz kerak. Xo'sh. Rahmat Alloh. Bu mening hamda tushunchim, albatta buning haqiqiy ahllari albatta bularningki boshqa albatta bo'ladi. Albatta shu olimlardan buni o'rganishimiz kerak. Demak bu yerda hammamizningki buning ustida izlanish majburiyatimiz aytdi.